Alloh taolo aytadi: "Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin." Albatta Alloh taoloning rahmati muhsin bo'lgan, hamisha Alloh taoloni ko'rib turgandek sig'inadigan, Alloh taolo ularni ko'rib turganini his qilib sig'inadigan muhsin bandalariga Allohning rahmati yaqindir. Ba'zi salaf solihlar aytgan ekanda, agarda men qiyomat kuni menga imkoniyat berilsa yoki tanlov beriladigan bo'lsa, seni ota-onang hisob kitob qilsinmi yoki Alloh hisob kitob qilsinmi deganda, men o'ylanib o'tirmasdan Alloh hisob kitob qilsin deyman deydi. Chunki bilamanki, Robbim ota-onamdan ham menga mehribonroqdir. Shuning uchun biz ham bizga eng mehribon bo'lgan zot, dardlarimizni eng tushunadigan, bizni ichimizni doim tushunadigan, bizga hamisha ko'makchi bo'ladigan, bizni qo'llab-quvvatlaydigan, bizga ruhimizga ruh qo'shadigan, ruhiy ozuqa, jismiy ozuqa, bizni eng tushunadigan, bizni ichimizni ham tashimizni ham biladigan, bizga onamizdan ham mehribonroq bo'lgan Robbimiz borligini bilib iymon keltirishimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد. الله تعالى go'zal ismlari fiqhini navbatdagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alloh taoloni Ar-Rahman va Ar-Rahim degan ismini ma'nolari to'g'risida inshaalloh bugun gaplashamiz. Muallif rahimahulloh aytadiki: "Va huma ismani jalilani kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim." Mana bu Ar-Rahman, Ar-Rahim degan Alloh taoloning ismlari Alloh taoloning eng go'zal, eng ulug', eng ulkan ismlaridandir. Qur'oni Karimda juda ham ko'p o'rinlarda kelgan. Qala ta'ala, Alloh taolo aytganidek, Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa. Ar-Rahman, Rahmon bo'lgan zot arshga ko'tarildi. Toha surasi 5-oyat. Va qala ta'ala, thumma istawa 'alal arsh. Ar-Rahman. Furqon surasining 59-oyatida so'ng arshga ko'tarildi Ar-Rahman deyapti. Va yana Alloh taolo aytganidek, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Ibrohim alayhisalom o'zini otasiga xitob qilar ekan. Inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Ey otajon, albatta men Rahmondan sizga bir azob yetishligidan qo'rqaman. Maryam surasining 45-oyati. Va qala ta'ala, Alloh taolo aytadi: Robbis samawati wal ardi va ma baynahuma ar-rahman. U Rahmon zot shunday zotki, Robbis samawati wal ardi va ma baynahuma, yer va osmon va ularning orasidagi barcha narsalarni Robbisi bo'lgan Ar-Rahmandir. Naba surasi, ya'ni Amma surasi 37-oyat. Va qala ta'ala, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman, Rahmon bo'lgan zot, u 'allama al-Qur'an, Qur'onni o'rgatdi. Rahmon surasi 1 va 2-oyatlari. G'olibu maji'i ismihi Ar-Rahim إما مقيدا كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما أو مقرونا باسم الرحمن. غالبا الله تعالى الرحيم degan ismi doimo muqayyat bo'lib biror bir narsaga qayd holatda keladi. Misol uchun وكان بالمؤمنين رحيما va Alloh taolo mu'minlarga rahmdil edi. Ar-Rahim sifati, Ar-Rahim ismi, Ahzob surasi 43-oyat. أو مقرونا yoki Ar-Rahman ismiga doim ulanib keladi. Kama fi surati Al-Fatiha wal Basmala. Fotiha surasidagi va Bismillahirrohmanirrohimdagi kabi. Aw bismi akhar nahwi Al-Aziz Ar-Rahim. Yoki boshqa bir Alloh taolaning ism va sifatiga ulanib keladi. Hamisha Ar-Rahim sifati Alloh taolaning ism va sifati, Alloh taolaning Ar-Rahim degan ismi hamisha biror bir narsaga ulanib kelar ekan. Qur'onlarda ham yoki Alloh taolaning biror bir ismiga ulanib. ولهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة. Mana bu ikki ismni sha'ni, ya'ni hurmati yoki ma'nolari, ahamiyati juda ham kattadir. Va makonati ham juda ham ulkandir. Fahuma al-isman alladhan iftataha Allohu bihima ummal Qur'an. Mana bu ikki ism Ar-Rahman va Ar-Rahim degan Ar-Rahman va Ar-Rahim bo'lgan ism shunday ismlarki, Alloh taolo mana shu ikki ism bilan Ummul Qur'an, Qur'onning onasi bo'lgan Fotiha surasini ochdi.
ar-Rahman ar-Rahim, ya'ni alhamdulillahi robbil alamin, ar-Rahmanir Rahim deb turib va bismillah bilan bismillahir rohmanir rohim deb turib Fotiha surasini Alloh taolo iftataha ochdi deyapti muallif rahimahulloh. Va ja'alahuma unwan ma anzalahu min al-huda wal bayan. Alloh taolo mana shu hidoyat va bayon qilib Qur'on nozil qilgan Qur'onini unvoni qilib boshiga Ar-Rahman va Ar-Rahim degan sifatini qo'yib qo'ydi. Har bir kitobda boshida unvoni bo'ladi, to'g'rimi? Har bir kitob boshlanishida, misol uchun falonchida kitob yoki pistonchi kitob deb turib kitobda unvoni bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda unvoni qilib qo'yib turib Ar-Rahmanir Rahim deb turib Ar-Rahman va Rahim degan ism va sifat bilan unvon qilib qo'ydi o'zining kitobini deyapti. وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام. وسليمان عليه السلام ham o'zining kitobini Bismillahir Rohmanir Rohim deb turib ochgan. Innahu min Sulayman va innahu Bismillahir Rohmanir Rohim degan oyat bor. Mana shuni aytayapti. Mana bu Ar-Rahman va Ar-Rahim degan ism va sifatlari har biri Alloh taologa rahmat sifatini isbot qiladilar deyapti. Shuni aytadi. Ar-Rahman Ar-Rahim ismlari hamisha Alloh taologa rahmat sifatini sobit qilgan ekan. Inna fi hadayn al-ismayn dalalatun ala kamal ar-rahmati allati hiya sifatulloh wa sa'atha. Muallif Alloh u kishidan rozi bo'lsin aytibdiki, albatta mana bu ikki ism Ar-Rahman va Ar-Rahim degan ismlar shunday ismlarki, mana bu ismlarda dalolat borki, Alloh taoloni rahmatini kamol, Alloh taoloni rahmat bo'lgan sifatini kamolligiga dalolat bor deyapti. Mana bu koinotda osmonda bo'ladimi, yerda bo'ladimi, tepada bo'ladimi, pastda bo'ladimi, dengiz ichida bo'ladimi, quruqlikda bo'ladimi, har bir yaxshilik narsalar va yaxshi narsalar bu Alloh taoloni rahmatini asariyati ekan. Alloh taolo Qur'onda aytganidek, Fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Bas Robbing rahmati asarlariga nazar sol. U yerni o'lib yetganidan keyin qanday tiriltiradi? Inna zalika la muhyil mauta. Albatta u zot o'liklarni ham tiriltiruvchidir. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Va u har bir narsaga qodir bo'lgan zotdir deyapti Alloh taolo Qur'onda. Ko'zimizga ko'rinib turgan va ko'rinmayotgan barcha yaxshiliklar Alloh taoloning rahmat sifatini asari degani, izi degani, ya'ni ta'siri o'tgan narsa. Chunki bu nima degani desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayh Imom Buxoriy va Imom Muslimda kelgan hadisda aytadiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadiki, inna lillahi mi'ata rahma anzala minha rahmatan wahidatan baynal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Albatta Alloh taoloni 100 ta rahmati bordir deydi. Va ulardan bittasini inson va jinlar va hayvonot olamiga nozil qilgan deyapti. Bu dunyoda Alloh taoloning rahmat degan sifatidan 100 ta rahmatidan birginasi bizga ustimizga nozil bo'lgan ekan. Fabiha yata'atafun va biha yatarahamun. Mana shu rahmat bilan bir-birlariga ular mehribonchilik, marhamatli bo'ladilar ular. Hayvonlar o'z bolalariga rahim qiladi. Ota-onalar o'z bolalariga rahim qiladi. Birodarlar bir-birlariga mana shu bilan rahim qiladi yaxshi ko'rganlariga. Biz oramizdagi mehr, muhabbat, uxuvvat, ulufat, hamma muhabbatlarimiz hammasi mana shu Alloh taoloning yer yuziga nozil qilgan 100 ta muhabbatni bittasidan, 100 ta rahmatni bitta rahmatidan asar ekan mana shu. Shuning uchun ham Alloh taolo fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Allohning rahmatini asariga qaranglar, boqinglar deyapti-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deyapti, Alloh taoloning 100 ta rahmati bor. Uni bittasigina bu dunyoga insonlar va jinlar va hayvonlarga nozil bo'lgan ekan. Bittasinigina biz foydalanamiz ekanda. Ana shuni asari bizga yetib qolgan, shu darajada onalar mehribonki o'z bolalariga, hatto hayvonlar ham o'z bolalariga shu darajada mehribonki, ana shu 1% 100 tadan bitta rahmatini asar ekanda mana shu. Mana shu Alloh taoloning rahmati bilan, bitta rahmati bilan hamma bo'linib ketaganda bu rahmat. Mana shu bilan bir-birlariga rahim qilishadi, bir-birlaridan rahim talab qiladi. Va biha ta'attafa al-wahshu ala waladiha. Hatto vahshiy bo'lgan hayvon ham mana shu rahmatdan o'z nasibasini olib turib, o'zini bolasiga rahmat qilagan. Tushundinglarmi?
وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله أكبر. Mana shu 100 ta rahmatdan bittasini nozil qildi bu dunyoda o'zida. Nechtasi qoldi? Mana shu 99 tasini qiyomatga olib qo'ygan Alloh taolo. Nima qiladi endi buni? Aytdiki, yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Mana shu rahmat bilan mu'min bo'lgan bandalarini qiyomatda rahmat qiladi. 1% rahmati bizda oshib qolyapti kerak bo'lsa. Qiyomatda mu'min bandalariga 99 ta rahmatni olib qo'ygan ekan, qarang. Qiyomatda ana shu 99 ta rahmatini Alloh taolo berar ekan. Muttafaqun alayh. Mana bu shunday rahmatki, Alloh taoloning rahmati til uni ta'bir qilib berolmaydi. Uni faqatgina Alloh taolo rahmdillarning eng rahmdil bo'lgan Alloh taologina minnat qila oladi. Alloh taolo aytganidek, yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sodiqin. Sizga ey Muhammad alayhisalom musulmon bo'lganlarini minnat qiladilar ular. Siz ularga ayting ey Muhammad alayhisalom, menga islomingizni minnat qilmang. Balki agar sodiq bo'lsangiz, rostgo'y bo'lsangiz, Alloh sizni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur deb ayting. Alloh taolo Hujurat surasida aytayapti. Alloh taolo aytganidek, "Va rahmati wasi'at kulla shay", mening rahmatim hamma narsaga tarqaldi, keng qamrab oldi, o'rab oldi degan oyat bor. Fasaktubuha lil ladina yattaqun. Mana bu rahmatimni taqvo qilgan va yu'tuna az-zaka va zakatlarni ado etgan valladina hum bi ayatina yu'minun, bizni oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozib qo'yaman deyapti Alloh taolo. Ya'ni farz qo'yaman ularga deyapti. Ya'ni nima deyapti? Mana bu rahmatni ularga beraman deyapti. Fasaktubuha lil ladina yattaqun va yu'tuna az-zakata valladina hum bi ayatina yu'minun. A'rof surasining 156-oyatida aytadiki, mana bu rahmatimni taqvo qilib, zakot berib va bizni oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozib qo'yaman deyapti. Ularga beraman deyapti. Wal 'abdu kullama 'azumat طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذه الرحمة. Banda qancha Alloh taologa toatda va itoatda, ibodatda, uni tanishlikda va unga yaqinlashlikda qancha chuqurlashar ekan mana shu yo'lda, Robbisiga yaqinlik, qurbat hosil qilishlik yo'lida va toatlarida bardavom mustahkam bo'lishlik yo'lida. Va shu bilan birgalikda uni mana shu rahmat nasibadorligiga ega bo'lishlikka huquqi katta boraver ekan. Qancha banda Robbisiga taqvo qiladi, yaqinlashadi, mana shu Alloh taolo Qur'onda va'da qilgan rahmatiga uni nasibasi qiyomatda haqliligi kengayib boraver ekan. Alloh taolo aytganidek, "Va hada kitabun anzalnahu mubarak." Va mana bu kitob, Qur'on kitobi, anzalnahu, uni nozil qildik. Mubarakdir, ya'ni muborak kitobdir bu kitob. Fattabi'uhu, unga ergashinglar. Wattaqu la'allakum turhamun. Va taqvo qilinglar, shoyat sizlar rahim qilinsinglar. An'am surasi 155-oyat. Va qala ta'ala: "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun." Va sizlar namozni qoyim qilinglar. Va atuz zakata, zakotni ado etinglar. Va ati'ur rasul, va payg'ambarga itoat qilinglar. La'allakum, shoyatki sizlar rahim qilinsangiz. Nur surasi 65-oyat. Va qala ta'ala, Alloh taolo aytadi: "Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin." Albatta Alloh taoloning rahmati muhsin bo'lgan, hamisha Alloh taoloni ko'rib turgandek sig'inadigan, Alloh taolo ularni ko'rib turganini his qilib sig'inadigan muhsin bandalariga Allohning rahmati yaqindir deyapti. A'rof surasi 56-oyat. Wal ayatu fi hadhihi al-ma'na kathira. Mana bu ma'nodagi oyatlar juda ham ko'pdir deyapti. Allohu azza va jalla arhamu bi ibadihi minhum ba'dhum bi ba'd. Alloh taolo bandalar bir-birlariga qanchalik mehr muhabbatlari kuchayib ketmasin, bir-birlarini qanchalar e'zozlashmasin, bir-birlarini qanchalar yaxshi ko'rmasin, ana shunday bir-birlariga marhamatlik, mehrlik bo'lsalar ham ulardan ham Alloh taolo rahmdilroqdir deyapti. Va fi sahihayn Muslim va Buxoriy rivoyatida keladiki, an Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, annahu qol, aytadi, yo'qotib qo'ygan bolasini bir ayol topib oldida, qorniga qorinini qo'yib turib, ya'ni go'dakni quchoqlab turib, qorniga yopishtirib oldi, ya'ni mahkam quchoqlab oldi. Bolasini topgandan keyin o'g'lab xursandligidan mahkam quchoqlab oldi, qorniga yopishtirib oldi.
وأرضعته وأن إمزة بشلده. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار. Mana bu ayolni ko'ryapsizlarmi? Mana shu ayol o'zini bolasini o'tga uloqtirib yuborardimi deyapti, so'radi. Biz aytdikki, deyapti sahobalar, Umar roziyallohu anhu aytdiki, sahobalar aytishdiki, Allohga qasamki, yo'q, u uloqtirib yubormaydi o'zini bolasini, xohlamaydi uni deyapti. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. Va shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Alloh taolo mana shu onani o'zini bolasiga mehribonchilikdan ham ko'proq mehribonroqdir bandalariga deb aytdi. Muttafaqun alayh. Buxoriy Muslim rivoyati. فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدها. Demak, Alloh taolo bizga o'zlarimizni onalarimizdan ham mehribonroq ekan. Shuning uchun ba'zi salaf solihlar aytgan ekanda, agarda men qiyomat kuni menga imkoniyat berilsa yoki tanlov beriladigan bo'lsa, seni ota-onang hisob kitob qilsinmi yoki Alloh hisob kitob qilsinmi deganda, men o'ylanib o'tirmasdan Alloh hisob kitob qilsin deyman dedi. Chunki bilamanki, Robbim ota-onamdan ham menga mehribonroqdir degan gaplar ham bo'lgan ekanda. Shuning uchun ham biz ham bizga eng mehribon bo'lgan zot, dardlarimizni eng tushunadigan, bizni ichimizni doim tushunadigan, bizga hamisha ko'makchi bo'ladigan, bizni qo'llab-quvvatlaydigan, bizga ruhimizga ruh qo'shadigan, ruhiy ozuqa, jismiy ozuqa, hamma narsani faqatgina Alloh taologa bog'lanishimiz kerak ekan. Alloh taolo bizni ba'zilar endi to'g'ri ota-onasi bilan unchalik yaqin emas. Ota-onasini qo'yib boshqa birodariga yaqin bo'ladi yoki boshqa do'stiga yoki boshqasiga mana shuni menga eng rahmli, meni mana shugina tushunadi deb turib e'tiqod qiladi, biladi. Va biz bilishimiz kerakki, bizni eng tushunadigan, bizni ichimizni ham tashimizni ham biladigan, bizga onamizdan ham, balki onamizdan ham rahmdilroq bo'lgan, yaqinlarimizdan ham bo'lgan, yaqin mehribonroq bo'lgan Robbimiz borligini bilib iymon keltirishimiz kerak shunga. Yanbaghi أن يعلم هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان. رحمة عامة وهي التي قرنها بالعلم في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Bu yerda bilish kerak bo'lgan narsa shuki, Alloh taoloni rahmati, Alloh taologa izofa qilinib qo'shilib kelgan rahmat Qur'onda ikki turli bo'ladi. Birinchisi ommaviy rahmat. U ilm bilan qo'shilib kelgan. Qanday? Allazina yahmiluna al-arsh va man hawlahu. Arshni ko'tarib turadigan farishtalar bo'ladi. Va ana shular atrofidagilar yusabbihuna bihamdi robbihim. O'zlarini Robbilarini hamdlar ila tasbihlar aytib turib, Alloh taolani maqtash turadigan farishtalar bo'ladi. Va yu'minuna bihi va unga iymon keltirib, va yastaghfiruna lillazina amanu. Arshni ushlab turadigan farishtalar, ular lillazina amanu, iymon keltirgan kimsalarga doim istig'for etib turar ekan. Kim iymon keltirgan bo'lsa, Alloh taologa ularga farishtalar istig'for etib turar ekan. Nima deykan? Robbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan va ilma. Ey Robbimiz, sen ilm va rahmating ila hamma narsani o'rab olding. Faghfir lillazina tabu. Mana bu tavba qilayotgan bandalaringni kechirgin, mag'firat etgin. Wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Va seni yo'lingga ergashganlarni kechirgin. Waqihim azabal jahim. Jahim yani jahannam azobidan ularni saqlagin deb turib, hamisha iymon keltirgan va tavba qiladigan va Allohning yo'liga ergashadigan bandalarga arshni ko'tarib turuvchi farishtalar ular eng ulug' farishtalar. Ana shunday farishtalar ana shu odamlarning haqlariga mana shunday duo qilib turar ekan. Demak, wasi'ta kulli shay'in rahmatan va ilma deyapti. Rahmat va ilming ila o'rab olgansan deyapti. Ulamolar aytadi, demak Alloh taoloning ilmi qayergacha yetsa, rahmati ana shu yergacha yetadi ekan. Alloh taolo nimaniki biladigan bo'lsa, Alloh taolo hamma narsani biladi. Bilgan narsasi borki, hammasiga Alloh taoloning rahmati o'rab olgan ekan. Alloh taoloning ilmi hamma narsani ihota qilib turadimi, bilib turadimi? Va Alloh taoloning ilmi yetgan joy borki, bu yerga rahmat yetib turar ekan. Bu yerga endi kofirlar ham kirib ketadi. Bu rahmat kofirlarga ham o'rab turar ekan bu dunyoda. Va hiya ar-rahmatu allati tashmal jami'al makhluqat hatta al-kuffar. Mana bu rahmat shunday rahmatki, bu dunyodagi hamma narsani o'rab turadi Alloh taoloning ilmi ila. Alloh taoloning ilmi hamma narsani bilganlik, rahmati ham undan qolishmay turar ekan. Va hatto kofirlarni ham o'z ichiga oladi. Va hiya rahmatun jasadiyya, badaniyya. U rahmat qanday rahmat desa, jasadiy, badaniy bo'lgan rahmat. Alloh taolo jasadiga, badaniga rahmat qilib turadi. Dunyoviy rahmat bu. Bit-ta'ami va sharob,
taom va sharob ila ularga rahm qilib turadi Alloh taolo. Val libasi val maskan, libos, kiyim-kechak va maskan, ularga yashaydigan joy berib rahmat qilib turadi Alloh taologa. Va nahva zalik, va shunga o'xshaydi. Va rahmatun xossa, va hiya allati khassa biha ibadahu al-mu'minin. Va ikkinchi turi, birinchi turi nima dedik? Ommaviy rahmat. Bu Alloh taoloning rahmati bu dunyoda ommatan musulmonlarga ham, kofirlarga ham dunyoviy jihatdan, jasadiy jihatdan, yeb ichish jihatidan, kiyim-kechak va maskan turar joy jihatidan ommaviy musulmonlarga ham, kofirlarga ham o'rab turar ekan. Ammo ikkinchi turi bu xos rahmatdir. Va hiya allati khassa biha ibadahu al-mu'minin. U shunday rahmatki, o'z mo'min bandalarini maxsus qilib qo'ygan, Alloh taolo xoslab qo'ygan. U qachon bo'ladi? Va hiya rahmatun imaniyya, diniyya, dunyawiyya, uxrawiyya bit-tawfiq lit-ta'a. U shunday rahmatki, iymoniy rahmat, dunyoviy rahmat, diniy rahmat, uxroviy rahmat. Alloh taoloni itoatda bo'lishlikka tavfiq beradigan rahmatdir. Va taysiru lil khayr, va yaxshiliklar qilishni u bandalariga yengil qilib qo'yadigan rahmatdir deyapti. Chunki yaxshi amallarni qilishni Alloh taolo kimgaki yengil qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh taolo u bandaga xos rahm qildi. Shuning uchun qachonki bilsangiz, siz yaxshi amallarni qilishda qiynalmayapsizmi? Yengillik bilan qilib qo'yapsizmi? Bu juda ham katta rahmat. Alloh taolo sizni xos tanlab olgan. Alloh taolo xos bandalarigagina bu rahmatini beradi. Hammaga bera olmaydigan rahmat ekan bu. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Qulilhamdulillah." Ayting ey Muhammad alayhisalom. Alhamdulillah, Alloh taologa hamd bo'lsin, mahmud bo'lsin. Va salamun ala ibadihi alladina istafa. Va Alloh taolo tanlab olgan bandalariga salom bo'lsin. Alloh taolo tanlangan bandalarga Qur'onda salom bo'lsin deb turib, payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam buyuryapti. Agar qachonki siz yaxshi ishlarni qilishlikda farzlar avvaloda, agarda farzlarni qilishlikda qilinayotgan bo'lsangiz, nafllarni qilishida qilinayotgan bo'lsangiz, Alloh taolo sizni tanlab olgan va sizga salom yo'llashni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo amr etib Qur'on karimda. Bu juda ham katta yutuq emasmi? Mana shu narsalarni banda his qilsa, Robbisiga bo'lgan umidi, Robbisiga bo'lgan muhabbati oshib borar ekanda. Shuning uchun Alloh taolo aytadi yana: bandam menga farzlarni qo'ygandan keyin nafllarni ko'paytirar ekan, hatto uni oxiri borib yaxshi ko'rib qolaman deganda. Banda qachon farzlarni mahkam qilib yuraversa va nafllarni ko'paytirib yuraversa, oqibatda nima bo'lar ekan? Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lar ekan. Endi oqibat qarang. Agarda u bandani men yaxshi ko'rib qolsam, uni qo'li bo'lib olaman, uni ko'radigan ko'zi bo'lib olaman, eshitadigan quloq bo'lib olaman, yuradigan oyoq bo'lib olaman deydi. Buni ma'nosi qanday desa, u banda faqat yaxshi narsani ko'radi, harom narsani ko'rmaydi va tili bo'lib olaman, faqatgina yaxshi narsani gapiradi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, bas, gapirsa faqat yaxshi gap gapirsin yoki jim tursin deydi. Demak, Alloh taolo kim yaxshi ko'rsa, uni tili bo'lib olaman degani, faqatgina u banda haqni gapiradi. Hech qachon lag'ovni gapirmaydi, hech qachon botilni gapirmaydi, hech qachon yolg'onni gapirmaydi, hech qachon fahshni so'zlamaydi. Qachonki Alloh taolo bandasini ko'zi bo'lsa, faqatgina halolni ko'radi, faqatgina yaxshi narsalarni ko'radi. Qachonki Alloh taolo u bandani qo'li bo'ladigan bo'lsa, faqatgina qo'l bilan Alloh taolo suygan narsalarni qiladi. Oyoq bo'ladigan bo'lsa, faqatgina Alloh taoloning to'atida yuradi oyoq. Tushunarlimi? Shuning uchun banda nafllarni, farzlarni barpo qilib bo'lgandan keyin nafllarni ko'paytirar ekan, hatto Alloh taolo uni yaxshi ko'rib qolar ekan. Mana bu xos bo'lgan Alloh taoloning rahmati. Va tathbiti ala al-iman, va iymonda sobit qilishlik rahmati bu ham. Wal hidayati ala as-sirat, va to'g'ri yo'lda yurishlikka hidoyat berib qo'yadi. Alloh taolo Qur'onda Muhammad alayhisolamga nima deydi? Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Alloh yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan kimsalarni hidoyat qila olmassiz, lekin Alloh taolo xohlaganini hidoyat qiladi deydi. Mana shu Alloh taolo to'g'ri yo'lga hidoyatga boshlab qo'ysa, bu demak u bandasini xos tanlab olibdi, qolgan bandalarga qaraganda. Wal ikrami bi dukhulil jannati wan najati minan nar. Va yana eng katta xos rahmat shuki, jannat ila sizni ikrom qiladi va jahannamdan sizga najot beradi. Mana bu Alloh taoloning xos rahmati. Muallif Alloh uchun rozi bo'lsa aytadiki:
والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. alloh taolo so'raluvchidir bu o'rinda bizlarga o'z rahmati ila solih bandalari qatoriga kirgizishlikni so'raymiz. وأن يمن علينا برحمته التي كتبها لأوليائه المؤمنين. va yana bizlarga o'zini mo'minlardan bo'lgan do'stlariga qilgan rahmatida bizlarga rahmat qilishni so'raymiz. إنه سبحانه جواد الرحيم جواد كريم. albatta u Alloh subhanahu va taolo marhamatlidir va karim bo'lgan zotdir. وهو أرحم الراحمين. va u rahmdillarning eng rahmdilidir. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.